muassasalarini yangilash ishlari izchil davom etmoqda. Bu jarayonda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. 8-maktabimiz 1960-yilda birinchi binoyimiz qurilgan va 65-yilda ishga tushgan. Ikkinchi binoyimiz 1970-yilda boshlab 74-yilda ishga tushgan. Hozirgi kunda 885 ta o'quvchimiz o'qiydi. Loyiha doirasida issiqlik tizimi yangilanib, energiya sarfini kamaytiruvchi texnik yechimlar tatbiq etilmoqda. Fasad qismlarida ham 20 sm bazalt, undan tashqari sokol qismida ham 20 sm penaplex qoplamasi bilan qoplanib, tom qismini ham 20 sm bazalt bilan qoplanib, maqsad faqatgina o'sha energiya samaradorligini oshirish. Sinf xonalari va yordamchi hududlar qayta jihozlanmoqda. Bu o'quvchilar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratmoqda. Sidikarat Building MSJ tomonidan qurilayotgan maktabimiz birinchi bosqich demontaj ishlari olib borilmoqda. 1dan 6-blokgacha bo'lgan bloklarimizda hozir tom ishlar ketyapti. Ikkinchi o'quv binosida ham demontaj ishlari, ichki suvoq ishlari davom etmoqda. Yangilanish jarayonlari mutasaddilar nazoratida davom etmoqda. Hudud aholisi mazkur o'zgarishlarni ijobiy baholab, mamnuniyat bildirmoqda. Bu maktabimizga o'zgarishlar juda katta bo'lyapti. Mana ko'rib turibmiz, oldimizda mana binolar issiqlik, sovuqlik darajasigacha javob beradigan holatda rekonstruksiya bo'lyapti. Mana shu ishlarni bo'lishida yordam bergan mutasaddi tashkilotlarga va ota-onalar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Natijada binoning energiya samaradorligi oshib, foydalanish xarajatlari qisqarishi kutilmoqda. Mazkur yangilanishlar o'quvchilarning sifatli ta'lim olishi uchun qulay sharoit yaratib, maktab infratuzilmasini yangi bosqichga olib chiqmoqda.